Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani elektr tarmoqlari tashkiloti, ya'ni Elektrosetda bo'lgan qiziqarli bir voqeani ko'rib chiqamiz. Ya'ni korrupsiya bilan bog'liq jinoyat. Xabarlar bor. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani sobiq Elektroset rahbari bir fuqarodan 9000 AQSh dollari pora olayotgan vaqtda Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ya'ni bu holat qanaqa bo'ladi? Bir fuqaro, ya'ni bir xususiy bog'cha 1.8 milliard so'm jarimaga tortiladi Elektroset tarafidan. Va o'sha jarimani 210 million so'mga tushirib beraman. Buni evaziga 10.000 AQSh dollari pora berasan deb fuqaroga taklif beradi. Ko'ryapsiz-a, 1.8 milliard so'm 10.000 AQSh dollari evaziga 210 million so'mga tushishi kerak bo'lgan. Va 9000 AQSh dollarini 3-shaxs yordamida olayotganda Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari tarafidan tezkor tadbir uyushtirilib, jinoyatchi voqea joyida qo'lga olinadi. Bo'layotgan voqealarda eng qiziq tarafiga to'xtaladigan bo'lsak, xabarlar bor. Bundan 3 hafta oldin Elektrosetga borganman va bo'layotgan tok uzilishlari, ya'ni qishlog'imda tinimsiz svet o'char edi. Kuniga 3 soat, 4 soatga 3-4 mahal o'chardi. Va shuni tanqid qilib video olayotgan paytimda xodimlar menga norozilik bildirib, ustimdan terrorizmga qarshi kurash bo'limiga ariza qilib va men chaqirtirilganman. Va yaxshiyamki, Ichki ishlar vazirligi xodimlari, tergovchilar holatni tushuntirish berganimda chiroyli qabul qilishdi va meni eshikgacha kuzatib qo'yishdi. Endi qaranglar, bir fuqaro o'z haqqini talab qilib, Elektrosetga tok o'chishdan bezor bo'lib, shikoyat qilib borsa-yu, keling ukajon, muammo nima? Nima bo'lyapti-da? Qanaqa muammo bor deyish o'rniga olaver syomka. Lekin javob berasan olgan videoingga deb qo'pol muomala qilib, hattoki savol-javob bo'layotganda ahamiyat bersanglar, haqorat bo'lmagan, bir kamsitish bo'lmagan. Bir xodim o'rnidan turgani yo'q. Hammasi o'tirib olgan kreslosiga. O'rnidan turgani yo'q-da. Mayli, u xonaga kir, bu xonaga kir. O'zlari yo'naltirib, oxirida bizdan ruxsatsiz video oldi deb shikoyat qilishiga nima deysiz? Aslida kim jinoyatchi? Xalq bilan ishlayotgan xodimlar aslida kimlar? O'zbekiston tumanida Dasturxonchi degan bir kichik qishloq bor. Prezidentimizning tashabbuslari bilan, e'tiborlari bilan bu qishloqda hozir 3 qavatli yangi maktab qurib berildi. Biz Open budjet degan loyihada qatnashmasak ham, g'olib bo'lmasak ham, har bir mahallamiz asfalt qilib berildi. Bir emas, ikkita emas, 3 ta transformator, yangi podstansiyalar qurib berildi. Aholi yaxshi elektr tarmog'idan foydalanishi uchun davlatimiz bizga shunaqa chiroyli e'tibor qaratib turibdi. Prezidentimizga katta rahmat, mingdan ming rahmat. Va har bitta nimalar, stalbalarga yangi simlar tortildi. Shu aholi farovon turmush kechirsin deb. Kam ta'minlangan oilalarga bola puli vaqtida berilyapti. Undan tashqari yaqinda ro'zada prezidentimizning tashabbusi bilan ro'za fitr yordam pullari qo'shib berildi. Davlat tarafidan, prezidentimiz tarafidan shunaqa chiroyli e'tibor qaratilib turgan vaqtda biz Elektrosetda svet yo'qligidan, tinimsiz uzilishidan aziyat chekib kelayotgan edik. Yaqinda chiqayotgan tanqidiy videolar bo'lmaguniga qadar o'sha videoni chiqardim, video ommalashdi va bizga nazoratga olindi Elektroset xodimlari, o'sha tashkilot. Undan keyin hozir svet o'chishi yo'qoldi. Bizda svet o'chmayapti. Qo'lga olingan sobiq Elektroset rahbarini qamalishidan xalq hozir shunaqangi xursand. Bilasizlarmi? Buning uchun Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari DXXga katta rahmat, prezidentimizga mingdan ming rahmat. Bizga shunaqa chiroyli e'tibor qaratishayotgani uchun. Ichki ishlar xodimlariga ham rahmat. Ular xalq uchun ishlayapti. Yana bir buni isbotini ko'rdik. Biz ko'rdik, adolat borligini ko'rdik. Prezidentimiz shu fuqarolarim yaxshi yashashsin deb, u davlatdan bu davlatga tinimsiz islohotlar, shu xalqim farovon yashashsin deb tinimsiz ter to'kib mehnat qilib turgan paytda har bir xodim, har bir tashkilot jon kuydirishi shart. Umid qilamizki, bundan buyog'iga Elektrosetda bunday bir poraxo'r mansabdor rahbarlar ishlamaydi. Davlat xavfsizligi xizmati bunday bir tashkilotlarni doim nazoratga oladi. Har bir xodim, har bir tashkilot yuridan, yurti uchun, xalq uchun ishlab tursa, bunday vaziyatlar aslo bo'lmaydi. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.